Assalomu alaykum do'stlar, YouTube muxlislari hamda obuna bo'lgan akalarimiz, obuna bo'lib kanalimizga like bosaverasizlar. Stanoylar birima-ketin tanishtirib o'taman. Eng avvalo yevro qoliplarimiz ko'rib turganingizdek, polni profil, polni germetika bo'ladi do'stlar. Komplektda 3 ta qolip har doimgidek 20, 30, 60 razmerda. Kompressorimiz, mikserimiz, pulizatr shlangalar ichida do'stlar. Tumba, latogu, pena generatorimiz, rastvor bochkalarigacha. Yevro holatda yevro komplektimiz. Xohlagan akamizga abishniy qoliplarimiz, abishniy komplekt tayyorlab qo'yganmiz. Gazabolo stanoy qiziqqan akalamizga gazabolo stanoylari, suv bochkasi, meshalkasi, komplektda 2 ta qolip va reskalari tayyor holatda tentlari yu graduslargacha tayyorlab qo'yganmiz do'stlar. Hamda 3 tasi birda do'stlar, ko'rib turganingizdek. Gazabolo ham, penabolo ham, tomshog'i ham, lomboz ham stanoyga shu komplektimiz ichida do'stlar. Qo'yingki, fasadga terma fanerlarimiz, fasadning plitkalarimiz, xohlagan akamizga qoliplari, fasadning plitka terma fanerlarimizni komplekt tayyorlab qo'yganmiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Murojaat uchun ekrandagi telefon raqamlarimiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Like bosib obuna bo'laverasizlar.